administrator jamoani yuragi hisoblanadi. Trenerlardan gap eshitganmiz, qancha trenerlar so'kkan. Noqulay murabbiy menga o'sha ispaniyalik Venancio Lopez bo'lgan. Qanaqadir seriozli turnirlarga borganimizda ham uzoqqa borsa 2 komplektdan bo'lgan. Dodam choponi deydi, shunaqa uzun katta forma kiyib olgandi. Qora ishlar qilagan odamlar deb o'ylayman. Eng alamli mag'lubiyat shu bo'lgan men uchun. Kim bo'lsa ham shunday pravoy basharasi gapiradi. Birinchi taym tugadimi, men aytsam, "Yo'q, men ham qizil oldim" dedi. O'yindan oldin futbolistlar yonida turishi shart. Injiqlik bo'yicha farq. Kannavaroni birinchi bo'la olardi deydi. Hozir qarasiz, birga ishlayapmiz. Futbol o'ziga xos teatr. Futbolchilar maydonda o'z rolini yaxshi ijro etsa, muxlislar quvonadi va olqishlaydi. Lekin shunday insonlar borki, ularning mehnati hech kimga ko'rinmaydi. Ammo ularning mashaqqatli zahmati evaziga terma jamoalarimiz ijobiy natijalarga erishadi. Ular kim deb o'ylaysizmi? Ular soyadagi qahramonlardir. Bizda yangi loyiha. Sezib turganingizdek, uning nomi Soyadagi qahramonlar. Ushbu loyihamiz orqali terma jamoalarimizning ijobiy natijalariga katta hissa qo'shayotgan shaxslar bilan yaqindan tanishamiz. Soyadagi qahramonlar loyihasining ilk sonida terma jamoalarimiz administratorlari faoliyatiga ichkaridan nazar solamiz. Именно administratorlik 2014-yil bo'lgan. O'zi ishga ведущий spetsialist bo'lib 2011-yil qachon edi? Avgustda kelganman. Men o'zim mana birinchi bo'lib kelgan paytimda seleksioner bo'lib kelganman. 2013 gacha seleksioner bo'lib ishlaganman. Keyin orada administratorlar boshqa klublarga o'tib ketdi, mana shunaqa bo'ldi, kamayib ketdi. Keyin Asqar Tolibjonov bo'lardi, bizning rahbar. O'shalar aytganlar, "Sen futbol o'ynagansan, administratorlik qila olasan, bilasan, ichida yurgansan" deb. O'shandan keyin bir 2014da administratorlik qilishni boshlaganman. Institutni bitirib shu federatsiyada ishlayman deb o'z futbol yo'nalishida o'qiganmiz, fizkulturnikda. Futbolda ishlash qiziqishi bo'lgani uchun o'sha mana shu futbol federatsiyasida ishlayman. Shu futbolni qaysidir ma'noda rivojlantirishga, endi hamma o'zini nima yoqtirgan sohasi bo'yicha ishlashga anaqa qiladi, harakat qiladi. O'shanga shu futbol federatsiyasida ishlashga orzu bo'lganda, hozir любой bitta bolani olib kelib mana shuga bizni vaqtimiz yoki vaqtimiz yo'q emas. Misol uchun bizning boshqa ishimiz bor, kelib mana shu ish qilgan desam, undoq keladi, birinchi ko'zi katta ochilib mana qo'yib qoladi. Nima qayerdan nimani boshlashini bilmayman. Misol uchun imeni butdi. Hozir endi ish jarayoni shunaqa, sal nima bardakroq-ku. Men boshida qiladigan ishlarimiz ko'p. Kelgan paytimda o'sha administrator bo'lasan degan paytlarda kirganimda boshida sal anaqa qilganman, g'alati bo'lganman. Chunki futbol o'ynab turib, bunaqa sohaga deb aytganlardan keyin boshida g'alatiroq bo'lib turganman. Keyin kirishib bo'lgandan keyin qiziqarli ekan. Shu bilan yoshlar bilan ishlaganmiz. Shu yoshlar bilan qiziqarli bo'lib, sekin-sekin etap o'rganib borganimizda juda boshida qiynalganmiz. Shu formalarga, initarlarga, trenerlardan gap eshitganmiz, qancha trenerlar so'kkan, urishgan, даже haydab yuborishgan. Mana shunaqa bo'lib amalga kirib olganmiz. Hozir mana Xudoga shukr. Shu joygacha yetib keldik. Hozir chempion bo'ldik, jahon chempionatiga chiqdik. Jahon chempionatiga chiqdik. Hech kim nechta odamlar ishlagan bu joylarda. Yurgan sirkalarga qarab chiqamiz. Anaqa o'sha tepaga o'sha joy bor, o'zi sirkaxona, kir yuvagan xona. O'sha yerga chiqib, bir kun oldinga trenochniy narsalarni qaraymiz. O'sha sal bolalarnikini nomer qilib taxlab qo'yamiz. O'sha naskiga bo'ladi, gedriga, o'shalarni addini qo'yib qo'yamiz. Keyin undan keyin shu orada nimadir ishda chiqib qoladi, o'shalarni qilib. Keyin trenovkadan, obeddan keyin ozgina dam olamiz. Vaqt bo'lsa. Vaqtimiz yetsa. Keyin undan keyin trenovkaga chiqib, trenovkadan biz 1,5 soat oldin chiqamiz, по-mo'yim. 1,5 soat oldin chiqib, shu unitarlarni hammasini olib,
poliga chiqquncha, bolalar chiqquncha tayyor qilib, ya'ni yordamchi trenerlar bilan o'shani tayyorlaymiz. O'yin kungisida игровой formalarni dazmol qilamiz. Nimaga o'zingizlar dazmol qilasizlar? Chunki buni materiali misol uchun hamma joyda ham qilavermaymiz. Har xil bo'ladi. Kuydirib qo'yishi bor. Misol uchun dazmolni mamlakat dazmol spesial mana dazmol olib keltirdik. Mana ruchnoy. parli. Chunki ko'p bo'ldi, nomerini kuydirib qo'ydik. Nomerlarni kuydirib qo'yishadi misol uchun. Bu gostinitsada qilgan taqdirda baribir parnoyda qilishadi gostinitsada ham, lekin baribir gradusini, buni texnikasini, anonisini bilmasa, mana bu yerda yozilganligiga har bittasiga qarab, misol uchun 40 gradus yuvish kerak yoki dazmol qilish kerak emas yoki kir mashinada yuvish kerak emas, o'sha nimasiga qarab qilmasa, buni o'sha kuydirib qo'yish mumkin. Har bitta logotipi yoki nomerlarini shu Formani ham sifatli o'ladi-ku. Metod sirka yo'lsa. Futbolchilar o'zi Afrikaning reglamenti bo'yicha 1,5 soat oldin borsa, biza futbolchilardan u 1,5 soat oldin borsa, biza ulardan yana 1,5 soat. Получается 4 soat oldin biza stadion o'yin boshlanishidan 4 soat oldin stadion borib, o'sha razvedkada taxlab, rasmlarni yopishtirib, veshelkalarga ilib, hammasini joy-joyiga qo'yib, o'sha futbolchilar kelgandan keyin ularga qarash boshlaymiz. Kimnigadir getri kerak bo'ladi, kimnidir pochsaniga almashtirish kerak bo'ladi yoki kimnidir formasi aka bunisi emas, narigisini bering deb turishadi. Har xil o'yindan oldin futbolistlar yonida turishi shart deydi administrator. Baribir kimdir nimadir kamchiligi bo'ladi. Razvedkada o'sha yechinib kiyayotganda bittasi o'sha yerda turishi kerak edi. Bittasi aytadi, "Menga mana bu narsa kerak" desa, anonisini berib yubor. Kimga yana nima? Shu nazoratda turamiz. Har bitta misol uchun har xil razvedkalar bor, turganda "Sanga nima? Sanga nima?" U o'chadi. Shukuraga yoki Sarvar aka mana buni bering, Sarvar aka mana bundan bering deb. Misol uchun bo'ladi. Endi hammasi ham nima bo'lmaydi. Aka bitta getrini menga kesilganini bering. Kesilgan. Kesilmagani borki, nasokligi bo'ladi. Unisidan bering. Aka menga buni bugun mana bu narsani kiyaman deydi. Postoyanniy ishlab yurgandan keyin u bolalarni ham nima kiyishi ham bilib oladi odam o'zi. Shunga qarab bir gal kesilganini qo'yib qo'yamiz, bir gal kesilmagan. Shunaqalarda ham bolalar gapiradi. Har doim bilasizlar, men kesilgan kiyaman yoki kesilmagan kiyaman, shuni qo'yib qo'ymaysizlar deb. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Administratorlarning o'rni men o'ylashim bo'yicha ancha katta bo'lsa kerak. Chunki administratorlar har bitta ishni boshida turgan odam bo'ladi. Misol uchun shu formasi bo'lmasa o'yin bo'lmaydi. Men orqada shu qora ishlarni qilagan odamlar deb o'ylayman. Nima qora ish bo'lsa shu administratorlarga bo'lsa kerak. Jamoada administrator roli deganda darvozabon yarim komanda deydi-ku. Administrator ham xuddi shunaqa bu ish faoliyatidan oladigan bo'lsak, administrator jamoaning yuragi hisoblanadi. Chunki hozir mana aytib o'tganlaridek, mashg'ulot maydonini tayyorlash, kiyim-kechagini tayyorlash, rasmiy uchrashuvlarda yoki o'rtoqlik uchrashuvlarida o'sha terma jamoani liboslari hech qatida hech qanaqa kamchilik bo'lmasligi, defekt bo'lmasligini, o'sha kamchiliklarini bartaraf qilishga qaratilganda, endi bunday olib qarasa, yosh bolalarni ota-onasi uyida qanaqa parvarishlasa, qanaqa oq yuvib kiyinib tarantirsa, terma jamoaga kelganda mashg'ulotlari, o'sha rasmiy uchrashuvlarga, xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlarida o'sha kiyim boshlari toza bo'lishi, chiroyli dazmollangan yoki o'sha hamma formalari joy-joyida bo'lishiga javobgarmiz. Terma jamoaga shu administratori katta jihati rol o'ynaydi. Masalan, shu mendan oldin hamkasblarim ham aytib o'tdi buni. Albatta, birinchi navbatda shu bolalarni xalqaro musobaqalarda yoki Osiyo kuboklarida yoki xalqaro o'rtoqlik uchrashuvlarida yuzimizni ko'rsatadigan shu kiyim boshi, o'yinga chiqib kelishi, o'sha formalari hamda o'yindan oldin borib, net soat borib o'sha jamoani kiyinish xonalarini tayyorlash hamda shu o'yin oldi mashg'ulotlarini oldindan borib, misol uchun jamoadan oldin borib hamma jihozlarini, shu sport jihozlarini tayyorlash, kamchiliklarni to'g'irlash. Har doim bu jarayonni ma'murlar hamda shu yordamchi murabbiylar bilan birga shu jarayonni menejer jarayonni
bajarganmiz. Menga eng qiziqarligi Farah bilan Odillik. U xonasiga kirsangiz, xuddi xonasi bir отдельно o'ziga отдельно bir odam bo'ladi yig'ishtirgan xonadan. Shunaqadek tutishadi, akkuratniy. Injiqlik bo'yicha Farah. Sho'x Jaloliddin Masharipov bo'lsa kerak. Hammaga bemalol birdek gapiraveradi. Anaqa qilmaydi. Kim bo'lsa ham shunday прямой basharasi gapiradi. Faoliyatim tomonida futsalda albatta juda hazilkash, men bilan shu maza qilib ishlaydigan futbolchi bo'lgan, shu Davron Choriyev bo'lgan. U17 ga o'tganimdan keyin albatta o'sha sho'x, quvnoq, yaqinda intervyular chiqdi Islom Ismoilovni. Shu futbolchi to'g'risida ham bo'lgan voqeani aytib berdilar. Abubakr Shukurullayev, eng quvnoq futbolchi. Shu ishlagan davrimda milliy terma jamoaga 2014-yil kelgan bo'lsam, ishlaganim. Legenda vratar deyishadi-yu, Ignatiy Nesterov. Ignatiy Nesterov shunaqa xarakteri zo'r, quvnoq bo'lgan, qarab turib, xo'mrayib turib gapiradi, "Ey, tiy" deb mana qilib gapiradi, orqasidan ha deb kulib qo'yadi, bir chiroyli anaqada muomalada eng quvnoq shu bo'lgan. Hozirgi yoshlarni olsak, hozirgilardan Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanov ozgina ham yosh, ham quvnoq, hamma bilan kirishib ketadi, kulishib gaplashadi. Seriozlik qarab turadi, keyin kulib qo'yadi oxirida. Aka hazillashaman deb qo'yadi. Qiyinchiligi menimcha kattangiz. Sal boshida kelganda injiqroq, nima deydi, strogiy bo'lganmi, gaplashish sal qiyinroq bo'lgan. Eng qulayiga menimcha Temur aka Alimxo'jayev. Shu odamlar bemalol ishlayveradi, tak o'rtoqdek. Noqulay murabbiy menga o'sha ispaniyalik Venancio Lopez bo'lgan. Juda injuv bo'lgan, talabchan. Keyin har bir narsani shu bizga misol uchun hozir tegishli bo'lmagan narsani ham u ma'murdan so'raydi, administratordan so'raydi. Agar bilsa, u akasi Ispaniyada shu narsalarga ham ma'murlar javob bergan ekan. Xullas, eng noqulay menga Venancio Lopez bo'lgan. Maza qilib ishlagan murabbiylarim albatta bu futzal bo'yicha murabbiy bo'lgan Bahodir Ahmedov hamda hozirgi kunda U17 terma jamoasini murabbiyi Islom Ismoilov. Xarakterimizni bir-birimizga tushmagan murabbiylardan shu menimcha Sirishga kattangiz bo'lsa kerak. Endi qolgan trenerlar hammasi zo'r xarakterga ega bo'lgan trenerlar bo'lgan, chunki trenerlar futbolchi bo'lib, keyin trener bo'lgan murabbiylarda. Kannavaru biz yoshlik paytda PlayStation o'ynardik-ku. O'sha paytda o'sha odamni zashtaga qo'yib Sony bo'lardi. Yo, PlayStationda 91 bo'lardi, kuchi bo'ladi-yu. O'sha paytda o'sha Real Madridlarda o'ynagan Kannavaroni birinchi bo'la olardi-edi. Hozir qarasiz, birga ishlayapmiz. U hozirgi ishlash davomida men o'ylashim bo'yicha o'sha yaxshi murabbiylar qatoriga kiradi deb o'ylayman. Muomalasi, gap so'zlari hozircha yaxshi. Ketamiz. Sizlar bilan qanday munosabat? Bizlar bilan hali unaqacha hali gaplashmadik o'zi. 1-2 kun bo'ldi kelganiga, ko'cha hovlida yo bu yoqda ko'rsak, kulib, ko'rishib, mashina o'tib ketyapti hozir. Futbolchilik faoliyatida o'yinlarni ko'rganmiz, haqiqatan bekordan bekorga eng zo'r o'yinchi bo'lib shu oltin to'pni olmagan. Endi ko'ramiz, yaqinda ish boshladik, ish jarayonini. Endi hozirgi ish jarayonidan kelib chiqsak, hali unaqa bizga sen buni qilasan deb qattiq qo'lli qilib tartib bilan nima qilmadi. Hamma o'zining ishini qilyapti. Shu xarakterimizdan kelib chiqib, menimcha hammaga bir xil muomala qilsa kerak. Endi ko'rinishdan bu kecha keldi, tanishdi, so'rashdik, gaplashdik. Muomalamizni, xarakterimizni bir-birimizga hozircha to'g'ri kelyapti. Futbolchilar qanaqa qabul qildi? Futbolchilar iliq qabul qildi. Hamma endi baribir yaxshi ko'rgan futbolchisi, yoshligidagi yaxshi ko'rgan futbolchilardan bittasi bo'lgan meni tushunishim bo'yicha, chunki kelib so'rashganda, gaplashganda yoki o'sha e'lon qilinayotganda qaysidir futbolchini bundoq ensasi qotib, "Voy, bekor bo'pti" degan bunaqa narsalar bo'lmadi. Hammasi yaxshi qabul qildi, yaxshi taassurotlar bilan kelgan shu kungacha. Конечно, Birlashgan Arab Jahon chempionatiga chiqqan
kunimizda eng unutilmas o'sha kun bo'ldi. 34 yil deganda chiqdik-ku menimcha. 34 yillik narsani 15 yildan beri biz ham kutmada oxir chiqdik. O'sha menimcha unutmayman. 2019-yil Avstraliya bilan penaltilar seriyasi bo'lganda. O'shanda Islom To'xtaxo'jayev bilan Marat Bikmayev urolmagan ekan eskiga bosib penalti. O'sha o'yinga ma'lum qilgan. O'yin bo'yicha misol uchun biz ulardan kam bo'lmaganmiz. Ko'proq bizda vaziyat bo'lgan, lekin penaltilar seriyasi lotereya-ku. Ular yutib ketgan alam qilgan. Hop, eng alamli o'yinlardan bittasi o'sha Qatarda Osiyo Kubogidagi penaltilar seriyasi bo'lgan. Eng alamlisi Tailandda bo'lib o'tgan 2024-yil Osiyo shu kubogi finalga chiqishimiz kerak edi. Eron bilan durang o'ynaganmiz 3-3. Penaltilar seriyasida mag'lubiyatga uchraganmiz. Eng alamli mag'lubiyat shu bo'lgan men uchun. Hamma bilgandek U17 Osiyo Kubogi finali Saudiya Arabistonda bo'lib o'tgan final uchrashuvi. Shu o'yinni adashmasam 42-daqiqalarida Nurbek Sarsenbayev qizil kartochka oldi hamda o'sha kiyinish xonasiga tushib ketdi. Men o'sha o'yinni ko'ra olmadim. Men ham o'sha o'tira olmadim. O'sha o'tiradigan skameykaga murabbiylar, o'sha futbolchilar o'tirdi. Men ham o'sha kiyinish xonasiga kirib ketdim. Hamda o'sha 42-daqiqadan o'sha sekundomeri bosdim, o'yin tugashini kutdim. Xullas 45-daqiqa keldi. 45-daqiqada Mirazas 6-raqamli futbolchimiz u ham kiyinish xonasiga 3 daqiqadan keyin tushib keldi-da. Xudoga shukr, Allohga shukr. Birinchi taym tugadimi Mirazas ham? Yo'q, men ham qizil oldim dedi. Shundan keyin shunda masajchilarimiz shu nima deydi, muz qilib qo'ygan ekan, shunda muz deya suvga kallani tiqdim. Hamda keyin o'sha o'yinni daqiqasini shu kiyinish xonasida sekundomerda o'tkazdim. Bir mahal gol, baqir-chaqir bo'lib ketdi. Shunda chiqsam tepada o'sha securitylar, охрана deyiladi. Turishgan ekan, Saudiya gol urdimi desam, yo'q, salla penalti tepasanlar dedi. Keyin yugurib borib yana skameykaga chiqib oldim. Hamda gol urildi. Yo'qni o'zingizlar bilasizlar. Eng qiziqarli voqealardan o'zi bizda Amerikaga borganimiz edi. Ko'rgan bo'lsanglar, O'tkir Yusupov ustida vratarskiy formasi uzun edi. Dodam choponi deydi-yu, shunaqa uzun katta forma kiyib olgandi. Sababi biz kelganimizda aeroportda formamizni kelmagan. To есть tranzit bilan uchganimizda, tranzitda o'rtada qayerdadir qolib ketgan forma, keyin majbur bo'lganmiz amerikaliklardan so'rashga. Borib, именно o'sha anaqasini, vratarskiy formasini O'tkir Yusupov ustidagini tiktirib olib kelib shu o'yinga kiydirganmiz. Keyin o'yin tugagan kuni, ertasi kuni yetib kelgan formamizni Meksika bilan o'zini formasida tushgan maydonga. Bunaqa o'yinchilar o'z O'zbekistonda ko'p bo'lgan. Masalan, Temur Hakimov olib qarasa, u juda kuchli o'yinchi bo'lgan. Men bilgan o'yinchi shu. U17 terma jamoamizni Turkiya bilan xalqaro uchrashuvni o'tkazadigan stadionga borib hozir inventarlarni, o'yin kerak bo'ladigan narsalarni tashladik. Endi formalarni olib kelgan ketamiz. Hozir formalarni olib kelib, uni ham 5 yilkaliga ilib, chiroyli qilib taxlab, futbolchilarning kelishigacha tayyorlab qo'yib, joylashtirishga harakat qilamiz. Forma masalasida, sport inventarlari masalasida hammasini o'sha rahbariyat hamma shart-sharoitlarni yaratib berishyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Oldin bunaqa narsa bo'lmaganmi? 94-yildagi Osiyo chempionatiga borganlardan so'rasangiz, aytishadi. Bir dona futbolkamizda bo'lardi. Shu nechta o'yin o'ynagan bo'lsak, hammasida nechta trenirovka qilgan bo'lsak, hammasida o'sha bitta dona futbolka, bitta shorti, bitta getrida o'ynaganmiz degan gaplarni aytishadi. Hozirgi sharoitimiz yaxshi. Chunki o'sha paytdagi futbolchilardan hozirgilar o'sha rahbariyatimizda ishlashyapti. Shular o'sha paytda bo'lgan narsalarni bilishadi. Chunki faqat bitta futbolkada yoki bitta shortida ham o'ynab, ham mashg'ulot o'tkazish qiyinligini, o'shaning uchun hamma shart-sharoitlarni yaratib berishyapti. Shunga yarasha futbolchilar ham shunga munosib harakat qilishyapti deb o'ylayman. Administratsiyaning qiyin jihati ответственности, javobgarlik kuchli. Har bitta anaqani nima deydi? Har bitta ishi o'zini javobgarlik bo'lgandan keyin, misol uchun forma bilan hozir o'yinga keldik.
forma hammasi joy-joyida bo'lishi kerak. Shorti, futbolka, getri, hozir sochiqlarni taxlaymiz, sochiqlari, bolalarning oyoq kiyimlari hammasi joy-joyida bo'lishi kerak. Misol uchun qolib ketgan narsalar, esdan chiqib qolgan narsalar bo'lishi kerak emas-da. Bu o'yin payti ham и anaqada ham, trenirovka paytida ham, то есть mashg'ulotlar paytida. Shu futbolni mелочи не бывает deydi. O'shanga mos, o'shanga xos hammasi joy-joyida bo'lishi kerak. Mayda narsalar bo'lishi kerak emas-da. Hammani e'tibor qaratib qo'yib, mana bu narsani qilib qo'ymabdi. Mana bu narsa joyida bo'lmabdi degan gap bo'lishi kerak emas-da. Misol uchun oldingi paytlarda bunaqa formalar juda qiyin bo'lganda. O'sha o'yinga qanaqadir seriyozniy turnirlarga borganimizda ham uzoqqa borsa 2 komplektdan bo'lgan. Hozirgi paytda bizning rahbariyatga rahmat aytamiz. Kerak bo'lsa 6 ta, kerak bo'lsa 10 ta komplekt ham qilib berishyapti. Ancha oldingiga nisbatan ancha qulayliklar ko'p formalar to'g'risi. O'yinchilar so'raydi, hozir ko'p o'yinchilarimiz chet davlatda o'ynayapti. O'shalar ulardan baribir borganda O'zbekiston formasi deb so'rashadi-da ulardan ham. O'sha podarka qilgani, olib ketganda hozir unaqa problema emas oldindagi. Oldin bo'lgan sarar eslasam o'sha muxlislarga otgan formani qaytib olib tushgan paytlari ham bo'lgan administratorlarni. Chunki ularda forma unaqa ko'p bo'lmagan. Endi zamonga qarab sekin-sekin biz ham rivojlanib boryapmiz. Ish davomida baribir ish bo'lgandagi xato bo'ladi. Biz 2015-yilda yoshlar o'rtasida manimcha Osiyo saralash edi menimcha. O'shanda Gasinitsada o'yinga chiqib ketayotgan paytimizda endi o'yindan oldin bilsanglar shu 1,5 soat qolganda bejiklarni tekshirib oladi formalar bilan birga qo'shib. O'sha paytda o'sha bejik qolib ketgan. Gasinitsada. Endi qanaqadir tushunmay qolganmiz bir-birimizni menejer bilan. Shu Gasinitsada gaplashib turgan joyimizda qolib ketgan. Falastinda sal yo'l qiyinroq bo'lgan. Endi borib kelish, tiqilish, probkalar. O'sha paytda qaytib kelib olib ketish kerak bo'lgan. O'shanda agar sal yana bir 10 minut, 15 minut kech qolganimizda o'yin atmay bo'lib ketishi ham mumkin bo'lgan joyi edi. O'shanda yaxshi ham sal vaqtliroq borganmiz. O'sha vaqtliroq borgan paytimizda esga tushib qolgan. Keyin o'sha yerda bizlar bilan yurgan perochga ketganmiz. Boshqa qilib bergan. Ketayotganda yaxshi ketganmiz, keyin ketayotganda yomon probkalarda qolib ketganmiz. Shunda kirib kelishimizga, o'sha bejikni olib kirib kelishimizga sudyalar kirib endi chiqib ketayotgan joyi bo'lganda. Men bejikni ko'rsatib, bitta-bitta formalarni tekshirib olib qo'ygan.